хиты 90-х и 2000-х. Mana bu yerda chap tarafimizga qarasangiz, mana katta krallarni ko'ryapsiz. Bu yerda ham bitta stroyga ketyapti, qurilish. Keyin shuna oldimizda yana bor, mana ko'ryapsiz, yangi uylar bular hammasi. Hammasi yangi uylar shu yerda. Shu urushdan oldin boshlanganda bu yerda hozirgacha davom etyapti mana. Bu yoqqa aylanamiz, yana ko'ramiz. O'ng tarafimizda ham, chap tarafimizda ham hozircha yangi uylar bular. Mana shunday. Hozir mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Hali kunlar salqin, shunga bu yerda hech kim yo'q, odamlar yo'q. Plyajlar bu yer, mana chap tarafimizda butun shu u tarafgacha plyajlar. Kunlar isigandan keyin shunaqangi ko'p odam bo'ladi bu yerda. Mana bu yerda hozir bizga chap tarafimizda hozir o'tyapmiz. Shu yerda bolalar o'ynaydigan, mana bu nima deydi? Yuqoridan tushadigan nimalarda kichkina bolalar uchun. Mana bu o'ng tarafimizda yana krallar turibdi. Bu yerda ham qurilish ketyapti. Qisqasi, urush bo'layapti Ukrainada, lekin hamma joyda ishlar ketyapti o'z silmasi bo'yicha. Shu oldingidek. Lekin shu 2022-yilda mana shu urush boshlangan vaqtda ozgina to'xtab oldi. Yarim yilmi to'xtadi ishlar hamma joyda. Keyin yana shu ishga chiqib ketaverdi, ishlab ketaverdi. Hozir mana shu bilan o'ng tarafimizda shu plyajlar, hozir u plyajlarda ko'rsatganing nimasi yo'q. Foydasi yo'q, nega hech kim yo'q u yerda. Plyajlarda hamma narsa bor, talabga javob beradigan hammasi bor. Hammasi bepul. Hech qanaqa pul olish yo'q. Shunday ketaversak, mana buni ko'rsatgan sababi shu nima aytsam ekan. Hozir urush vaqtidagi vaziyatni ko'rsatay dedim-da, Ukrainada. Mana bu yerda ham bir balo ketyapti hozir. Mana bu yerda ham bilmadim nima bo'ladi bu yerda. Shu yerda ham qurilish boshlandi yaqindagina. Shunaqa gaplar do'stlar Ukrainada. Ana bu o'ris propagandistlarning gaplari hammasi yolg'on ular. Ko'pchilik yana o'zbeklarning ichida o'ylaydi. Ukrainada hech nima yo'q, Ukrainada hamma joyda Ukrainlar och yuribdi deb, mana bu chap tarafimizga qaraydigan bo'lsak, butun hamma joyda nima ketyapti? Stroyga ketyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, hammasi yangi uylar. Mana shu hozir oldimizdagi mana uylar urush boshlangan vaqtida 2 etaj edi.
2 qavat bo'lib turgandi. Shundan keyin mana hozir odamlar yashayapti bu yerda. Mana shu uylarning hammasi bittasi sal yuqoriroqda, yana bir boshqasi shu ikkinchi qavatda boshlagandilar. Ishqilib endi boshlagandi. Mana shunday hozir. Mana bu yerda to'xtaymiz, uzoqdan ko'rsataman sizga. Mana shu yerda turadigan bo'lsak, endi u yoqdagilar ko'rinmay ekan, nima yangi nimalar. Biram mana shularning hammasi yangi uylar. Endi u yoq davom etyapti, u yoqda. Mana daryo, mana shu yerga keldim, bir ozgina o'tirib, toza havodan dam olay deb. Ko'ryapsizmi? Katta daryomiz. Kichkina baliqchilar yuribdi aytdan. U yoqda baliqchilar o'tiribdi. Juda ham chiroyli. U yog'ida yana davom etyapti qurilish. U yoqlarga endi borib o'tirmaylik, ko'rdik, yo'l bo'yicha ko'rib keldik. Birgina bu yerda emas, u yoqlarda shaharning u tarafi, bu tarafi hamma joyda nima qurilishlar ketyapti. Aytmoqchimanki, shu Ukrainada xudoga shukr hayot davom etyapti. Shunaqa gaplar do'stlar. Endi bu kanalga shu Ukraina bo'yicha shunga o'xshagan videolarni qo'yib boraman, agar sizga qiziqarli bo'lsa ko'rasiz, qiziqarli bo'lmasa o'tkazib yuborasiz. Endi bu o'zim uchun shu kanal cho'kib ketmasligi uchun shu yuklab boraman, shunga o'xshagan videolarni Ukraina bo'yicha. Agar sizni qandaydir bir Ukraina bo'yicha qiziqtiradigan savollar bo'lsa, izohga yozishingiz mumkin, o'qib sizning qiziqish bo'yicha video qilishim mumkin, xudo xohlasa, nasib qilsa. Hozircha shunaqa gaplar do'stlar, xayr.